2016 yılı 22 may Gollandiyaning Eindhoven shahridagi bir tantarbiya klubida o'tkazilgan futbol havaskorlarining yillik musobaqasiga Uyg'urlar qatnashdi. Bu faoliyatni Milliy ko'rish tashkiloti tomonidan qurilgan Hilal sport klubi o'rinlashtirgan bo'lib, mazkur faoliyatga Gollandiyadagi Uyg'ur yoshlarining komandalari qatorida Uyg'urlar qatnashdi. Milliy ko'rish tashkiloti tomonidan turk yoshlarining futbol sohasini qarindoshlik bilan birlashtirish maqsad qilgan Hilal sport klubining idora ishlari mas'uli Erdal Uygun efendim mundaq dedi. Benim ismim Erdal Uygun. İsmim Erdal Uygun. Hilal sport klubining boshlig'i. Hilal sport 1986 yılı qurilgan. 29 yildan beri musobaqa uyushtirib kelyapmiz. 3 yildan beri Turkistonlik qarindoshlarimiz bilan yaqindan aralashyapmiz. Ben edindiğim bilgiye göre çok iyi de kardeşlerimiz, çok memnun diye. Bilişimizce ular nəhayət yaxşı qarindoshlarımızdır, cesur insanlardır. Ən yaxtırdıgan gruplarımızdandır. Bu yıl müsabaqaga 2 grup bo'lib ketildi. Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni har vaqt qarshi olamiz. Bu yerdagi imkonlardan bahramand bo'lmoqni xohlasa, ishigimiz doim ochiq. İmkanları vermek istiyoruz. Kapılarımız açık. Cani gönülde. Bu faoliyatga qatnashgan Uyg'urlar Sharq Turkiston futbol komandasi 1 va Sharqiy Turkiston futbol komandasi 2 degan nomda 2 guruh bilan qatilgan bo'lib, bu komandani Gollandiya va Belgiyadagi Uyg'urlar birlashib qurib chiqqan. Gollandiya va Belgiyadagi futbol havaskorlari vatandoshlarning do'stlik musobaqalari bir qancha yillardan beri g'albilik davom qilib, o'zaro musobaqa faoliyatlarini uyushtirib kelgan edi. Bu qitim Sharq Turkiston futbol komandasining qurilishi ilgirki rayonni temsil qilib o'zaro raqobatlashishdan davlatni temsil qilib qarindosh millatlar bilan raqobatlashishdek yuksalishni ifodaladi. Assalomu alaykum hurmatli Ablatjon. Bugun musobaqa jarayonida ozroq kesh-mesh bo'lgan bo'ldi. O'zingiz qanday his qilyapsiz? Ağırlık sizge nemi davadıdı? Sizden bu şey hissiyatlarınızla ortaklaşkan bolsunuz. Sharqiy Turkiston futbol komandasining aktiv a'zosi, futbolchi Ablatjon efendi yurak so'zlarini bayon qilib, meni o'ynag'im kelyapti. Ko'nglimni kelmasam, yana maydon chiqib o'ynag'im keldi. O'ynag'imdakni fursatım bo'lsa, maydon chiqib o'ynaymikin degan xayolda bo'laman. Uning aytishicha, bu komandadagi futbol suyar qarindoshlar orasida yaqin kelgusida Yevropadagi vatandoshlar orasida bir musobaqa faoliyati tashkillash to'g'riliq planlar bo'lmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayininki musobaqani o'rinlashtirish nimasi bo'lmay qolsa, biz Yevropa tarafdan bo'lsa, Yevropadagilar birlashib, barashta futbol musobaqasi Uyg'urlar, Yevropadagi Uyg'urlarda ayrim bir komanda o'ynaylik deganni endi xiyol qilyapmiz, maqsad qilyapmiz. Inshaalloh yilda bir 2-3 qatim yig'ilishib başta musobaqa o'tkazib o'ynaydiganqa tirishimiz deb o'ylayapmiz. Chunki bu endi bizning o'mlikimiz. Belgiya Uyg'ur birligi tashkilotining sobiq raisi, ikki davlatda yashayotgan Uyg'urlarning ittifoqligi uchun belgilik rol o'ynayotgan aktiv faoliyatchi Abdul Mutallib efendi bugungi faoliyat to'g'risida tushuncha berib, bunday dedi. Dostluqmuşlar. Bugun boshlanmadi deb 7-8 yil bo'lib qoldi. Bizning maqsadimiz shu yoshlar bir-biri bilan aralashib, birinchi o'zining kimligini unutmay, ikkinchi tarafdan bizning o'rta Aziyadan kelgan bolalarni ko'psi Uyg'ur til tarafdan biroz yaxshi emas. Shu uchun vatandagi kelgan bolalar bilan aralashib, til tarafdan bo'lsin. Biroz bir ijobiy nimalarning biri so'ragan savol. Endi ikkinchi tarafdan bu bir hayat bo'layotgan, muhojirat bo'layotgan bir hayat. Tashkilot bo'lsin, boshqa birni bo'lsin, jamoat tarafdan bo'lsin, buningga har tarafdan qo'llab, boshqa ishlarni ko'proq bo'lsin deb, yoshlarni buningga yig'ib, bugun mana masalan, o'shanda bizning turk qarindoshlarimiz bir musobaqa qilib o'tirdi. Bizning hozir maydonda bizning 2 komanda o'ynayapti. Mana bu yerda birinchi komandamiz, ikkinchi komanda mana al maydonda o'ynayapti. 2 maydonda o'ynayapti. Har bir komandada biz
Endi yana bir do'stlikni kuchaytirish uchun har bir komandada Gollandiya bilan Belgiyani ikkisini aralashtirib. Unutma yarmi nimada bizning Belgiya Uyg'ur qarindoshlarimiz bo'lsa, yarmi Gollandiyadan kelgan qarindoshlar. Shu aralashtirib ikki komanda qilib, masalan, bizning Sharq Turkistonda komanda nomini atab Sharq Turkiston 1, Sharq Turkiston 2. Endi bu yerda turklarimiz bo'lgan ekan, turklar yaxshi tushunadi deb Doğu Turkiston deb. Bu yerda 2 komanda qo'ydik. Doğu Turkiston 1, Doğu Turkiston 2. Endi birinchida asosiy bizning komandamiz al maydonda o'ynayotdi. Bu yerda mana bugun Sharq Turkiston futbol komandasining yana bir yosh a'zosi o'zining ta'sirotini bayon qildi. Assalomu alaykum. Ha, hissiyatınızı yaparsınız. Qandaroq ulayapsiz? Hozirmiz. Erkat. Ha. Amma? Amma shu yaxshi o'ynayapsiz. Chiroyli, ko'ngilli. Qo'shilib bilan. Birinchi chiqdim bo'lgan ekan endi. Siz birinchi qitim tushishingiz bu shekilde. Ikkinchi chiqdim. Ammo yangi arkadaşlar kelgandan keyin Belgiyaga keldim. Shuni bir-birimizni tonish. Arqaga to'g'rilab. Shu yaxshi. Yani bundaki faaliyetlerimi şuna uğurlaştırsa oynayısınız. İnşallah oynayman. Daim olsun. Gollandiyadagi mas'uliyatchan yoshlarning o'lgisi aktiv faoliyatchi futbol suyar Ilshad Islom apandi bundoq dedi. Zamonlardan beri bizga futbol sohasida tartib keldingiz. Belgiyadagi vatandoshlar bilan birga futbol musobaqalarini, turli futbol musobaqalari faoliyatlarini uyushtirish orqali o'zaro ikki davlatdagi vatandoshlar orasida ittifoqlikni ko'tarish uchun tartibotisiz. O'sha bugungi bu faoliyatinglarni qo'llash yuzasidan yelkanlarning tegishlarni vatandoshlarga o'rtoqlash maqsadida bugun iloji ziyorat kelgan. Sizga o'zingizning tushunchalari, bu jarayonda yetkazgan kechmishlaringiz haqida biroz so'z aytgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Va alaykum assalom. Atayda ziyorat qilib bizning ahvolimizni keldimingiz deb kelibsiz. Rahmat sizga. Men musobaqadan ishga kelsak, to'g'ri biz yilning uzun yil bo'lib ketdi. Futbolning har qanday faoliyat bo'lsa qatnashib, maqsad shu Uyg'urlarni tuntish, boshqalar komanda bilan o'ynash. Shu maqsadga kelyapmiz. Bugun shundan o'xshash. Bugun biz o'ynatgan musobaqa emas, hamda bu Hilal Sport deydigan, Gollandiyaniki yil bir qism o'tkazilgan turklarniki cho'ng tikli bir futbol musobaqa. 29-yili bo'lan ekan. Biz qatnashgan 3-yil bo'ldi. Oldingi yilda biz o'zimiz qatnashgan Gollandiyaning bolalar bilan. Maqtimnikimda texmo cho'ngroq bir guruh bo'lib, o'sha musobaqa texmo cho'ng Tuntaylı Uygurlarni deb maqsad keldik. Shuning bilgiga bilan shundan uzun yilning yog'i bilib futbolning musobaqalarni har qanday faoliyat bilib o'tkazyapmiz. Shuning bilan bilganiki qarindoshlar bilan aloqalashib birlashib, texmo kuchli komandani chiqarib, bir texmo chiroyli bir shaklda yaxshi natija ilish uchun birlashib o'ynaylik deb eshitdik. Shuningga adamchiq bo'lgan ekan ikki komanda qildik. Turklarning musobaqasi bo'lgan ekan Uyg'urlarni tunutish uchun ismini oson bir yo'l shu Doğu Turkistonda qo'ydik. Doğu Turkiston birinchi komanda, Doğu Turkiston ikkinchi komanda. Hozirgi ahvol qaraganda shunday birinchi komandamiz guruhning kirishdan oldida nayt ayajon bir musobaqa qoldi. Unda tanish qolsaqlar ichiga final kira olamiz degan nayt yaxshi. Futbolchilarga kelsak, Uyg'ur Gollandiyaning ulamda bilganik bulamda shunda bolalar birlashib bir komandada o'ynab shunda yaxshi bir hissiyat bo'ldi deb o'ylayman. Shaxsan men o'zim bo'ldim. Shunda bir yaxshi fursat bo'ldi. Buni kim Xudoyimiz Belgiyadan emas, German bilan, Fransiya bilan, Norvegiya bilan, Shvetsiya har qanday joyda turadigan Uyg'ur qarindoshlar bo'lsa, mushta tuntigan musobaqalar bo'lsa, birlashib, ovozimiz taqim cho'ng chiqaraydi, ovoz Uyg'urlarni taqim tuntayli degan maqsadda qilyapmiz. Ashuna bo'lishini umid qilamiz. Mayli O'rta Osiyodan chiqqan bo'laydi, mayli vatan ishidan bo'laydi, mayli boshqa yerdan kelgan Uyg'ur bo'lsin, hammamiz Uyg'ur bo'lgan ekan, birlashtiraylik dedik. Natija hamda muhimda, lekin ani birinchi o'rin qo'ydik. Do'stlik, ittifoqlikni. Vatandoshlarga qanday yurak so'zlaringiz bor, qanday umid qilyapsizlar? Vatandoshlar oddiy, inoq o'tili, ittifoq o'tili. Shu. Uyg'urlar bilan raqobatlashgan qarshi komandadagi bir turk yosh ziyoratimizni qabul qilib, "Mening ismim Yusuf O'zturk, Belgiyadan keldim. Oldi bilan Sharq Turkistonga salom yo'llayman. Alloh yor va yordamchisi bo'lsin."
Bugün burada Doğu Türkistanlı kardeşler bilan Bugun bu yerda Sharq Turkistonlik qarindoshlar bilan futbol o'ynabsizlar. Ta'siratingiz qanday? Yani onları böyle görmek Vallahi bizleri daha tuyg'umiz mutlu ediyor güzel. inşallah. Ularni bu yerda ko'rmak bizlarni texmi baxtli qiladi. Allah xolisa bu yerdagi insonlarni hurlikka erishgisi oson emas, ammo eng qisqa bir zamonda o zulm yo'qoladi Kolay inshaalloh. değil. İnşallah yani en kısa zamanda o zulüm, o şey bitecek Allah'ın izniyle. teşekkür ederiz. Belgiyadan kelgan futbolchi yoshlarning vakili his tuyg'ularini bildirib mundaq dedi. Assalomu alaykum. Mana bugun Türklerning Gollandiyadagi jamiyati musobaqani o'tkazyapti. Gollandiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz bizni taklif qildi, birlashib bo'lib o'ynaylik degan. Shu nima bo'yicha birlashib bir kuch bo'lib chiqdik. Ikki komanda yasab, ikki komanda ham Belgiya bilan Gollandiyaning Uyg'urlari aralashib bo'lib chiqdik. Bir komanda qilib, ikki komanda qilib, mana yaxshi o'tyapti. Bir simsini qilib поддержка как? Yardım verip, qo'llab, bir kuchlik Uyg'ur nimasi komandasi bo'lib musobaqada nim qilyapmiz. Shu qatnashyapmiz. Tomoshabinlarga vakolatan ziyoratimizni qabul qilgan Sodiqjon Salay apandi bu faoliyatning ta'siri to'g'riliq o'z ko'rsatishini bayon qildi. Bu cho'nglarniki o'zaro bir-birisiga bog'lanish bo'lmasin, yetilayotgan, ya'ni 18 yosh atrofidagi va undan tuvan bo'lgan bu bolalarımızın mu biraz çiniqib hem de teşkilleniş hem teşkilatçılıqni ügünüş to'g'risida mu ularga bir ders bo'lib qoladi deb o'ylayman. Ama bu musobaqaga bizniki Gollandiyadagi Uyg'ur yoshlari bilan Belgiyadagi Uyg'ur yoshlari o'zaro birlashib o'ynadi. Bunun aldıda Gollandiya, Belgiya o'zaro bir-birisi bilan musobaqa o'tkazgan bo'lsa-mu, mundaq birlikda boshqa komanda bilan mundaq musobaqa o'tkazish birinchi qatam. Hamda bu ikki davlatdagi bolalarningki o'zaro aloqani texmi kuchaytirib, do'stlikni texmi zichlashtirib, keyingi ishlarda, keyingi faoliyatlarda texmi bir yaxshi natija erishish uchun Qimmatli ko'ruvchilar, bu programmani Gollandiyadan fidoyi tayyorladi.